Endi mana bunga kelaylik mana. Ko'pincha skuterlarda mana shu turadi, mana. 4 burchak 20 amper. Bu 20 lik amperlik. Buni 32 lik ham bor va ukazo shunday kattalari ham bor. O'zi 20 haqida gap ketamiz, ko'pchilikda shu turibdi chunki. 20 amper bilan mana qaranglar. 20 amper bilan taxmin 40 kilometr yurayotgan bo'lsa, o'zlaringiz hisob kitob qilasizlar-da, mendan so'ramasdan necha kilometr yuradi demasdan, mana o'zlaringiz hisob kitob qilinglar. 20 amper bilan taxmin 40 kilometr yurgan. Demak, 20 ning ichida 10 amperdan ikkita bor, shundaymi? Har 10 amperiga 20 kilometr yurayotgan bo'lsa, bizlarga o'zi mana 30 terdik. Mana bu yerda agar hammasini tersak 30 bo'ladi. 30 terdik. Demak, 30 ning ichida 10lar qancha bor? 3 ta bor. 3 ta 10 ni qo'ysak 30. Har 10 amper 20 kilometr bersa agar, demak 30 amper 40 kilometr emas, 60 kilometr yuradi. Mana 60 kilometr yuradi. 30 amper bilan 60 kilometr. Za счет yana kilometr bunga qo'shilishi, za счет nima? Bu narsa juda yengil. Mana hammasini bir qo'l bilan ko'taraman mana. Bir qo'l bilan. Endi mana bu 20 amperni agar mana bunday 4 ta yo 5 tasini qo'ysak, bir qo'l bilan men o'zim ko'tara olmayman. Za счет bu og'irlik kilometrni kamaytiradi. Bu za счет yengil bo'lgani kilometr qo'shiladi. Keyin bu 1 yilga yetmasdan tamom bo'ladi. Bular esa железофасadi yangi texnologiya. Taxmin 8 yilgacha undan ham ortiqroq ishlab berishi mumkin. Atak 6, 7, 8 yil ishlaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Telegramdan yozib murojaat qilasizlar.